Yaponiyada bir kunim qanday o'tishini sizlarga ko'rsataman. Matcha tayyorlayapti do'stlar, qaranglar, professionально. Вау, это божественно. Так, biz наконец-то Yulduz bilan uchrashdik. Hammaga salom. Da, Sevachanning blogiga xush kelibsizlar. Good morning. Hammaga доброе утро. Oy. Mujida mahsulotini ishlataman. C vitaminli serum. Yaponiyada sariq paket ishlatamiz. Musor tashlagani bu yondirsa bo'ladigan musorga. То есть plastik narsalarga boshqacha ko'k paket ishlatamiz. O'shaning uchun ham men bittagi masalan salfetkalarni mana sariq musor paketga tashlayman. Bu musor paketni sotib olamiz. U degani avtomatik musorga pul to'laymiz degani. Yaponiyada bir kunim qanday o'tishini sizlarga ko'rsataman. Albatta xohlamardim, lekin kunimni kofedan boshlaymiz. Kofesiz oxirgi payt turish qiyin bo'lyapti. Tak, tayyorlash juda ham oson. Bu men bu drip kofeda ga ozgina bunaqa karamelli kofe qo'shaman. Ikkalasi bilan qilsam, вообще mazali chiqadi. O'zi kamerani umuman o'chirmasdan vlog qilsammikin. Представляете, 24 soat. Boshim. I'm sorry. Boshim, meni kechir. Представляете, 24 soat men bilan bo'lasizlar. 24 soatlar men bilan o'tadi. Вообще, achinarli hol emasmi, do'stlar bu? It's okay. Tak, endi tepasiga sut qo'shamiz. Sutni achib qolmaganmi yo'qmi tekshiryapman. Absolutno achimagan. Kuxnyamni sal prezentabelniy vidga keltirgizib qo'yaman. Keyingi videolarimda. Всё. Kofem tayyor. Good morning. Endi zavtrak tayyorlaymiz. Холодильнигimni ham ko'rsanglar bo'ladi, просто sizlarga ko'rsataman. В принципе, ничего такого yo'q. Сыр, spinat, kimchi bor. Yaponiyada yashayman do'stlar, men Koreya emas. No, bu eski ovqat. Chips. Такой обычный холодильник. Chips yeyishdan xohlamayman kunim boshlanishi, lekin Tak, bitta pomidor kesamiz. Tayyor kesilgan bunaqa salat barglari bor. O'shani qo'shamiz. Aralashtirib qatiq va tepasiga chips.
Ovqat tayyor do'stlar, salat. Bu yerda har xil granolalarni qo'shganman. Tushuntirib berish qiyin bo'lsa kerak. Kimchi. Kofe. Salatdan boshlaymiz. Bismillah. It's perfect. Kimchi. Kimchi слишком. Десерт. Идеальная чистота. Так, mana bu dazmolda endi qilib chiqamiz. Dazmol. Har bitta kiyimimni. Tak. Abo. Rahmat. Hamma uyda qilib chiqing. Assalom, молодец. Har bitta Yaponiyada uyda mana bunaqa воздух очиститель turadi. Uxlashga foydali, allergiya yo'qotadi. Havo toza bo'lganiga qaramay. Tugatdim. Hammasini o'zimga ham qarashga vaqtim bo'ldi. Endi xudo xolisa ko'chaga chiqamiz, ozgina make-up qilib, birinchi magazinga chiqib, narsa olib kelib, keyin esa ko'chaga chiqib ketamiz. Bugun sizlarga men Tokyo Shibuya Cat Street'ni ko'rsatmoqchiman. Meni eng yaxshi ko'rgan joylarimdan biri nimaga? Chunki u yerda matcha sotadi. Matchani men sevaman. Tak. Voy, esimdan chiqib kurtkani ham tashlab yubordim. Ну ладно. Так. Всё. Buni yuvaman. Baklashkani har doim qanday tashlaymiz biz? Suvni birinchi to'kib, yuvib, ichini, bunisi plastik отдельно, paketini ajratamiz. O'zi tez chiqib ketadi. Любой ichimlik Yaponiyada специально qilingan. И баклажканы отдельно, и пластмасса, то есть пластик-то отдельно. Do'stlar, men sizlarga mana bu солнцезащитный kremni rekomendovat qilmoqchiman. Вообще, oh my god, bu juda ham zo'r ekan. Makiyaj qilganinglarda ham sразу yo'q bo'lib ketadi. Tushuntirish qiyin. Buni bitta ishlatib ko'rishinglar kerak. Tezda erib ketadi, yo'q bo'lib ketadi, qaranglar, вообще maza. Так, okey, makiyaj qilmaymiz hozir, потому что shart emas. Sizlar bilan hozir biz ko'chaga chiqib suv topib kelamiz. Men kofe ichmasam bo'lmaydi yana. Let's go. Реально osmon musaffo. Do'stlar, haqiqatan osmon musaffo. Men sut olgani chiqdim, lekin frappuccino ichishga qaror qildim. Muzlatilgan kofe rosa mazali bo'ladi, chunki shirin, shakarli. Bilasizlar, shakari bor hamma narsa mazali. Mana qaranglar. Tekis kesib qo'yibdi. Pishi. Mana bu yaponskiy uylar. Sizlarga qiziq bo'lsa, men mana bunaqa joyda yashayman. Любой joyda mana bunaqa zeleng ko'kat bor, qaranglar. Qanday chiroyli. Biz rayonda rosa remont
qurilishlar ketyapti. Потому что Tokiodan uzoqroqda yashayman. U Tokio hisoblanadi. Tokio kattayib boryapti, sentrlari, любой joy hozir sentr bo'lib qolgan. O'shaning uchun ham rosa qurilish ko'p. Odam uy qurib, sentr qilib sotyapti. Вот так вот. Magazin meni uyimdan 5-10 minutli yo'lda. Tak, mana Family Mart'dan olamiz. Maza. Uzr sizlarga bera olmayman. Tatib ko'rgan. Yaponiyaga kelganinglarda albatta tatib ko'ringlar. Всё, do'stlar, ko'chaga chiqdim. Endi Shibuya rayoniga borib aylanamiz sizlar bilan. Bitta tanishim bilan ko'rishaman. Yaponiyaga kelgan o'qishga. Sizlarga ham tanishtiraman. Shibuya rayoniga xush kelibsizlar. Hozir Miyashita park degan joyga ketyapman. U yerda ovqatlanib, tomida o'tiramiz. Keyin esa kechki sayr qilamiz. Tokioda. Havo juda maza. Birinchi o'rinda qornimni to'ygizaman. Undan keyin aylanish. Exactly. Mana. Так. О, как раз. Qayerda edi? Food hall. Hali ham kutib o'tiribman. Topish qiyin Tokioda, потому что joylar katta, odam ko'p. Shuning uchun ham uchrashish qiyin. Так, biz наконец-то Yulduz bilan uchrashdik. Hammaga salom. Da, Seva Chanding blogiga xush kelibsizlar. Профессиональный блогер уже ты. Ой, овqatim. Ну ладно, Yulduz, это можешь меня снять? Да. Что хочешь, снимай. Это YouTube. Все можно. Долгожданный ovqatim. Mana bizning appetitli ovqatimiz ham keldi. Да, qornim. Вообще qornim ochib ketadi, если честно. Так, biz endi joyga chiqamiz. o'sha yerda ovqatlanamiz. Gom. Tak, mana tomga chiqdik. Endi joy topib o'tirishimiz ketadi. Chet elliklar rosa ko'p bo'ladi. Biz ham chet ellikmiz. Все, voy. Bizning joy o'tirib olishdi. Yaramasizlar. Ayting turishsin. Rostdan borib aytsam. Может, на полу? На земле, что ли? Это турларинг. Хорошо, что нас не понимают. Может, там вот где-то? Yaponcha. Да, мама, ты yaxshi menimcha. Anaqaga qaragandek. Turma. Через сеточку.
matcha tayyorlayapti do'stlar, qaranglar, professionalni. Вообще yok. Çok güzel. Çok güzel. Yaponiyada rosa mashhur chunki 100% organik. O'zi organik nimaligini uncha bilmasam ham, но это звучит прикольно. Organik, химикатсыз. Химикатсыз. Ну, что-то такое полезное. Звучит очень полезно. Да, звучит полезно. Мама Рима. Ага. Конничева. Сюмасен, коре айсу desu ka? Айсу ekan. Ja, watashi kore 2つお願いしますね. What about you? Thank you. We need to see. Mana do'stlar, men olganim bu matcha bilan и мороженое. Looks good. Да, просто знаешь, этот nimaga edi? Обедga anaqa qilolmayotgandim, потому что я очень поздно встала утром, если честно, и убраться qilishim kerak edi, yugurib. Потому что, знаешь, вот когда хочется с кем-то встретиться, нужно enjoy, да, anaqa, как работаga o'xshab, tezda Кампай. Кампай. Не, давайте заново. Давай, раз, два, три. Кампай. Манеки иссак, сизники соуп. Вау, это божественно. Ну, Это... вкус хороший, мам, алнутники. Да? Понравился? Это божественно. Это ангелы спустились... Знаешь, да, матчан история? Ангелы спустили вниз Нет? и подарили матчу японцам, потому что они были несчастливы, много работали. И теперь я сюда приехала, чтобы попробовать матчу. Qadrli teletomoshabinlar, men juda sevachanni shu blogni восстановить qilganiga xursandman. Спасибо большое, очень приятно. Gambattene. Yo. I wish I could eat every day. I could drink. Buni ham shiraskan. Да, Вообще специально. shakar yo'q. Классно, а? Вот мне нравится. Umuman shakar yo'q. Вообще, смотри, и Прям выглядит так натурально, аппетитно. смотрите. Прям как будто gulni yaprog'ini ezib bergan. Если честно, где моя ложечка? Можно я попробую твою Да, матчу? конечно. А то ты так аппетитно ешь, что? Вот, прости, чуть-чуть попозорно. Все, найдем ее. Wow, it's so fresh. Да. Endi yo'raman shekilli. Yuri. Спасибо большое. Ina. Maza. Mana shu videoni ko'rayotgan har bitta odam kelib shuni yeb ko'rsa ilohimdek. Iloyim. Amin. Хорошее пожелание. Absolutно. Ладно, endi men enjoy qilaman. Sizlar esa Buni ko'rib enjoy qilinglar. dars ko'ringlar. Oy. Do'stlar, haliyam o'tiribman ko'chada. Xullas, uyga ketaman o'sha do'stlar. Shu bilan bir kunim tugadi. Men bilan bo'ldinglar. Dam kunim. Instagramimga obuna bo'linglar. Kanalimga ko'p video rasmlar qo'yib turaman. Hammaga xayr.